Bugun 4-oktyabr 2025-yil. O'tgan hafta davomida hech qanaqangi agrotexnik tadbir o'tkazilmadi. Bir marta sug'ordik xolos. Hasharotlar oldingida endi bezda qilmayapti. Hozircha dori sepishga hojat ko'rmayapti. Endi mana bu yerda 5-6 ta oq pashshani uchib yurgani aytmasa, shira yo'qdek. Bu hafta asosiy mavzu bu kabachkining narxi hisoblanadi. Haftada endi kunora teryapmiz. Shunda bir hafta 3 marta, bir hafta 4 marta menimcha terim bo'lyapti. Hosildorlik o'sha unaqa ortgani yo'q. Havo salqinlagan bo'lsa ham, men endi ichida havo aylanishi yaxshi bo'lmaganligi sababli hosillar ko'p nobud bo'lyapti, naychalar sarg'ayib ketyapti dedim. Bu hafta havo salqinroq bo'ldi. Ya'ni bu salqin havo hosildorlikni oshishida ko'p ham sezilmadi. Balki ozgina foydasi bo'lgandir. Bir terganda 19-20 kilo bo'lyapti. Bir terimdan keyingisida bir dam olib 38-40 kilo bo'lib terilyapti. Ya'ni bir dam oladi, bir yaxshi bo'lib oladi. Odatda endi har doim shu 40 kiloligi bir oralatib emasda, haftada bir marta 40 kilolik, qolgan 2 martasi 19-20 kilolik bo'lyapti. Narxlar juda past. Hafta boshida shu seshanba kunigimi terim sotilmadi. Bozordan qaytdi. Kechadan avval kunga bozorga chiqish, kechadan avval kunga narx 2000 so'm bo'ldi. Biz uydan sotyapmiz deganda qo'shni qishloqni yigitlari olib ketadi. Bozorda nech pul bo'lsa sotadi, o'zini shu sotgan haqqini olib qoladi-da, sotib bergan xizmat haqqini, qolganini bizga olib keladi. Shuning uchun uni ruschalab real deydi. Bir o'zbekchada nasiya deyish menimcha yaqinroq mazmun. Nasiyaga oldi deganda odatda pulni albatta keyin berishga kelishiladi, oldindan narxi aniqlanib. Bu yerda esa bozorga olib boriladi. Bozorda tortim qancha bo'lsa, o'shandan narxiga qarab kelasidan 500 so'mmi, ko'proqmi, 1000 so'mmi sotuvchi o'zining haqqini oladi, kelib chiqqan xarajatlardan. Xullas, shu kechadan avval kunga sotib kelgan narxi 2000 so'mdan biz bilan hisoblashdi. Negadir o'sha bu hafta narx haftaning boshida umuman tortim bo'lmadi bozorda. Oldingi bozor 2000 so'm bo'lib ketdi. Bu hafta tushdi. Undan oldin 5000, 6000 so'mdan hisoblashayotgandi biz bilan. Eng bo'lmaganda 4000 so'mdan hisoblashadi. Bizni mana bu yerimizdagi hosil unaqa ko'p bo'lmaganligi uchun, shu 20 kilo, 40 kilo orasida aylanib turgani uchun men 2 martami daftarga yozdim, keyin yozmay ham qo'ydim. Ya'ni 4-5 ming so'mdan hisoblaganda, endi bu miqdor bilan katta pul bo'lmayapti. 100 ming so'm, 80 ming so'm. Juda zo'r bo'lganda shu 200 ming so'mgachami menimcha bo'ldi. Yer bekor turgandan ko'ra bu ham yaxshidir. Yomon emas. Choy puli, ammo bu bilan unaqa bir oilaviy katta bir yoriqlarni, o'yiqlarni daromadi bilan yopib yuboraman deb ko'p umidvor bo'lmaslik kerak ekan shekilli. Eng muhimi, uni urug' xarajatlari katta bo'lmaganligi uchun, ekin parvarishda ko'p xarajat talab qilmaganligi ham mana bu hosildorlik kamligida 5-6 ming narx bo'lsa ham o'zini qoplab yuborar ekan. Bizning xarajatlar ham qoplandi. Kunlik hozir ish yo'qda ish ermak bo'lib yotibdi kunora terim bilan. Bu yil pomidorni kuzga ekkanlar juda qiynaldi biz hududda. Eng qizig'i qishlog'imizda bir 70% odamniki, juda ustalarniki ham hosil bo'lmagan. Pomidorlar kasalga chalinib juda ko'p muammolar chiqargan, aksariyati xarajatni ham qoplolmadik deyapti. Va shuni barobarida narxlar ham juda past. Demakki, boshqa hududlarda pomidor yaxshi bo'lgan bo'lsa kerak, bozorda unaqa narxi baland emas. Uydan 6-7 ming olib ketishyapti pomidorni. Bu unaqa katta pul emas kuzgi pomidor uchun, chunki unda ishlovi ko'p, tashvishi ko'p, xarajati ko'p. Endi shu pomidor bilan qiyoslaganda buni baylamaysiz, shira bilan oq pashshaga qarshi kurashasiz, asosiy dushmanlari shular ekan. Boshqa endi ildizga hushyor bo'lasiz, suvni me'yorda berib tursangiz yashnab turaveradi, bo'lmasam sal o'tib ketsa o'lib qolish xavfi baland ekan. Endi qo'shimcha ma'lumot, kabachkini asosan kuzda ekkan ma'qul ko'riladi. Kuzda yeyishi yaxshiroq, buni baqlajon o'rnida ham ikra qilib iste'mol qilish, tuzlab yeyish mumkin va vujud talab qilganligi bozorda sotilishini oson qiladi. Bahorgi mavsumda biroz buni sotish qiyin deyshadi. Shuning uchun faqat endi buni kuzda ekishingiz mumkin. Endi men kuzni sovuqlari kelganda ochiq daladagi ekinlar to'xtagandan keyin sovuq urib deylik
bularni narxi oshadi deydi. U asosiy shu daromad o'sha vaqtda olinadi. O'tgan yillari ekkanlarni ma'lumotiga ko'ra. Bu holatini ham sovuqlargacha omon-eson yetkazib olsak ekinlarimizni ko'ramiz. Bugun 12-oktyabr 2025-yil. Yana bir hafta ortda qoldi. Ekinlarimiz ichkari taraflari yashil chiroyli turibdi, biroq bosh taraflariga qarasak, biroz sarg'ayish, halak sekin-sekin charchayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa mana bu ikkinchi issiqxonamizda bu ko'proq. To'g'risi bularga suv yetmaganidan qurib boshlaganmi men boshlari yoki boshqa sabab bormi, uni ham tushunmadim. Ba'zi joylarga qarasa yer quruq, ba'zilarida nam. Sababini tushunmadim. Bu hafta sal narxlar ko'tarilibdi. 4000, 5000 dan sotib hisoblashib ketyapti biz bilan. Uyimizdan olib ketayotganlar. Eslatib o'taman, uyimizdan olib ketishyapti. Sotib berish xizmati evaziga. Ya'ni Toshkentga Food City'ga olib borib sotyapti-da, qanchaga sotsa, shu xizmat haqiga 1000 so'm olib qolib, qolganini bizga beryapti. Ya'ni kilosidan 1000 so'm olib qolyapti hozir. Bozorda 5000 bo'lsa, biz bilan 4000 dan hisoblashyapti. Bu sharoitda qadoqlash ishi bizga tegishli. Ya'ni qutisini biz o'zimiz olamiz, o'zimiz taxlaymiz. Uni xarajatlari bizga oid, quti xarajatlari, ular faqat sotib berib keladi. Hosildorlik ortgani yo'q. Hali ham o'sha bir korobka, haftada bir marta 2 korobka chiqyapti. Kunara terganda 2 marta shu bir korobkadan bir marta 2 korobka chiqyapti. Bir korobkasi to'lishiga qarab 19-23 kilo orasida bo'ladi. Shunda kunara bir quti chiqqanda 80 ming, 2 quti chiqqanda 160 ming, 170 ming so'm pul bo'lyapti. Shu safar ham yani bu hafta ichida ham hech qanaqa dori ishlov bermadik. Suv o'tgan hafta ham berdik shekilli, hozir beraytsam ba'zi joylari sal zaxi bor. Shuning uchun bugun ham bermasak kerak endi. Hosildorlik unaqa katta bo'lmaganligi va narxi 20-30 ming bo'lmaganligi uchun shekilli unaqa qo'rquv, hayajon yo'q. Qo'ryapti, so'layapti degan. Mayli, davomini kuzatamiz. Bugun 19-oktyabr 2025-yil. Kabachkalarimizga shira ancha tushib, barglarini qovjiratib tashyapti. Mana ba'zi bir tuplariga virus tushibdi. Mana bu virusli esa mevalari ham olla-kula bo'lib qolgan mana shunaqalarda. Bu quyosh botar tarafdagi issiqxonamiz. Quyosh chiqar tarafdagi mana bu issiqxonamizga qaraganda ancha ahvol chatoqroq bo'lyapti. Quyosh botar tarafdagi issiqxonada egat boshlari ancha o'lib boshlagan. Bilmayman, o'tgan hafta ham aytdim. Nima bilan bog'liq? Balki suv sash bilandir. Bugun sal tuzukroq suv quydik 2 hafta deganda. Bir oylar bo'ldi yo, undan ko'p ham bo'ldi. O'g'itli suv hech bermayotgandik. Bugun 1 tonnaga 1,5 kilo qilib 8, 16, 48 mi? Plus kalisi yo'q, 8, 16, 40 bo'lish kerak. Kalisi ko'p, NPK berdik. Keyingi sug'orish ham shu, agar bir 2 haftalardan keyin bo'lsa, ungacha bu ekin bor yo'qligi noma'lum. Bu bugungi terim. Mana bu xirmon. Sekin-sekin havo salqinlayapti. Ekin qarib hosil, ya'ni yakunlanishga qarab boryapti, ammo narxlar hali o'sha 4000, 5000, kechagi bozor 4000 dan olibdi. Bular bozor bobi, mana kattaligi bir qarish atrofida. Bular esa yeriga hisoblanadi. Bular ham yirik, ham mana busi opoq bo'lib qolgan. Mana bitta yana bitta yirigi bor. Molga to'g'rab beramiz. Mollar juda yaxshi yer ekan. Bu bodringga o'xshab ko'p bersangiz, ichi shildirab ketmas ekan. Bu baribir oshqovoqda qarindoshida. Yaxshi, ichini surmaydi. Bersa bo'laveradi ko'proq ham. Bozorga ketmagani molga ketyapti. Bugun terayotganimizda bir ikkita anaqa chiqib qoldi. Qo'rqinchli emas, tuzuk, lekin men mana lampochkaga o'xshab boshlagani. Qayerga boralyapsan? Ana shu sal kaliga ehtiyoji bor shekilli deb ham bir kalili o'g'it berib yubordik-da. Hali ham shu 20 kilo, uzoq bo'lsa 40 kilo chiqyapti. Kunora terilganda haftada 3 marta, ba'zan 4 marta bo'lib, haftada 1 marta shu 40 kilo atrofida chiqadi. Qolgan paytlar 20 kilo, 22 kilo. Bu haftalik hisobot yuqoridagidan iborat edi. Yana keyingi hafta ko'ramiz nima bo'ladi. Bugun 1-noyabr 2025-yil. Ekinlarimiz borgan sari holdan toyapti. Shira tushgan oqpashani ta'sirida barglar anaqa bujmayib, sal qorayib qolyapti. Ayniqsa mana bu issiqxonamiz
ancha charchab qoldi. Shunga qaramasdan oz qilib hosil bo'lib turibdi. 20 kilo, 30 kilo berib turibdi. O'tgan hafta tortim yaxshi bo'lmadi, ya'ni bu haftaning boshlarida. O'tgan haftani o'rtalaridan boshlab shunga tergan hosilimiz ba'zan sotilmay qolgan payti ham bo'ldi. Narx 4000 bo'lib turdi. Sal yaxshi bo'lsa 5000 bo'lib turuvdi. Kechadan boshlab narxlar ko'tarilib qopti. 8-9 ming bo'lib ketibdi. Undan buyog'i menimcha sal narx ko'tarilsa kerak. Faqat buyog'i 1-noyabr ham bo'lib qoldi. Endi ekinni tozalaydigan payt ham yaqinladi. Bahorgi mavsumga tayyorgarlik ko'rish kerak. Shuning uchun yerni tozalab, yig'ilib qolgan ozgina go'ng bor, o'shani sochib, yerni ag'darib tashlash kerak. Faqat men bu sal narxlar qimillab qolgani uchun biroz shoshmay turaylikmi? Shuncha vaqt davomida 4-5 mingdan sotib turdik. Sal qimillaganda shu 10-15 kun yaxshiroq narxda sotaylikmikan degan xayol ham kelyapti, yuyilmasdan. Kabachkilarimizni 2 hafta oldin sug'oruvdik. Hozir yana sug'orish kerak bo'ladi agar ekinimizni biroz turib tursin deydigan bo'lsak. Nima bo'lganda ham mavsum oxiriga yaqinlab qoldi. Agar yana bir 10-15 kun turadigan bo'lsa ham. Endi sal zichroq ekanimiz hisobiga hosil kamroq bo'ldi. Narxi o'zi 4-5 ming aslida juda yo'q narx emas edi. Agar bir 100 kilo chiqib turganda edi, 400 ming, 500 ming kunaro ishlab tursa bo'lardi. Endi bizda 100 kilo chiqmadi, 20 kilo, 40 kilo bo'lib turdi. Shuning uchun 80 ming, 100 ming so'mdan bo'lib turdi. Yo'qsa endi to'g'ri agrotexnika qilinganda, zich ekilmaganda balki daromad bundan ko'p bo'lardi. Shuni o'zida ham choy puli bo'lib turibdi. Endi men bu havolar salqinlashib, daladagi ekinlar kamaygandan keyin bilmadim endi nech pulgacha ko'tariladi narxi. Kuzatamiz uni ham. Agar shu men unaqa ko'p daromad izdan quvmayapman, deb parvarish yengilroq ekin ekmoqchiman, bekarchilikdan ko'ra nimadir bilan shug'ullanib turay desangiz, kabachka eksa bo'lar ekan. Lekin unaqa katta daromad kutmang bundan. Bu yil endi tushayotgan pul juda kam bo'lganligi sababli yozmay ham qo'ydim, 2 martami yozdim, boshqa yozmay qo'ydim. Endi jami bo'lsa 1,5 milliondan sal ortiqroq sotdik. Sentyabrdan boshlanadi terim. Hozir noyabrga keldikmi, 1,5 oydan beri terim bo'lib yotdi. Umri yaxshi, uzoqligi. Biz endi salkam 1 oycha bo'lib qoldi-yu. Umuman dori sepmay qo'ydik. Agar dorilarni sepib turganimizda shiraga, oqpashga qarshi balki holati bundan ham yaxshi bo'lardi. Shu bilan mavsumimizni yakunlasak ham bo'ladi video lavhalarimiz orqali. Bo'lsa 1-2 terim bo'ladi, endi juda katta daromad hosil yo'q. Dehqoningizni kuzatib boring, davomi yanada qiziqroq bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun rahmat. Garchi kabachki mavzusi juda unaqa ko'pchilik uchun qiziq emas shekilli. Videolarimiz boshqa ekinlardagidek ko'p ko'rilmayapti, ammo nima bo'lganda ham biz shu kuzgi mavsumda kabachki ekanligimiz uchun shu kabachki bo'yicha ham ma'lumotni berishni o'zimizga burch deb bildik. Ozgina bo'lsa ham kam sonli odamlarga foydamiz tegsa ham xursand bo'lamiz. Nima bo'lganda ham hali o'zimiz tajribamiz bilan bo'lishamiz deb shu yo'lga chiqdik. Tomoshabinlar kam bo'lsa ham menimcha to'laqonli mavsum bo'yicha ma'lumot berdik. Ko'rishguncha.